Neç pul bo'pti aka? Neç pul bo'pti aka? Neç pul bo'pti buzoqlar? Neç pul bo'pti aka? 19. Ulanma, 20 shunaqa. 25. Ko'ringchi, akmallar turibdi o'sha mollar oldida. Bo'lsa keyingi nimaga? Neç pul bo'pti aka? Shokoladlar. Neç pul bo'pti aka? Yo'q, to'xtagan. 10 million 800. Qancha bo'pti bu? 10 million 800. Arzon emasmi? Aka neç pul bo'pti? Qaytdi. Neç pul bo'pti? Hozirdan ma'qul olganingiz agar egalari AQSh valyutani olmayman desa, o'rin joy yo'q. Shuning uchun hammamiz to'g'rilashib qolsa yaxshi bo'ladi. Neç pul bo'pti aka? 8 million 700. Hozir kasal bo'lsa yoki puldan andamoqchi bo'lgan bo'lsa, o'sha fuqaroni topish oson bo'ladi. Pulingizni bozor hududida sanab oling, bozor tashqarisida sanab olmang. Va Neç pul bo'pti aka? Neç pul bo'pti aka? 28 million bo'ldi. Neç pul bo'pti aka? Zo'roqda. Neç pul bo'pti? 11 million 150 bo'ldi. Jupiga. Jupiga 11 million. Neç pul bo'pti aka? Yetib Akramjon. Neç pul bo'pti aka? Bugun tong saharda bir ukamiz tomonidan Neç pul bo'pti aka? sigir. O'sha sigirni olib bayram qo'yishgan. Neç pul bo'pti aka? 12 ham, 11 ham. Nimaga ketamiz? Neç pul bo'pti aka? 19 so'm xudo xolasa. Xo'sh. Yaxshi o'tdi-da. Mashina bormi? Neç pul bo'pti aka? 8,5 bo'pti aka. Endiliklar vrachimiz Mirshodbek. Neç pul bo'pti aka? Bozorga borgan seni istida ko'rishdi. Mirshodbek, vrach. Vrach Mirshodbek. Bo'g'oz bozoriga borgan seni kutyapti. Hurmatli akalar, ukalar. Neç pul bo'pti aka? Tegishli bo'lgan haydovchilik guvohnomasi tushib qolgan. Xudoyberdiyev Ravshanbekka tegishli bo'lgan haydovchilik guvohnomasi tushib qoldi. Ehtiyotsizlik tufayli tushib qolgan. Neç pul bo'pti aka? Bilmayman. 84 bu. Ali odammi? Neç pul bo'pti aka? 10 million.
Neç pul bo'pti aka? Akalar ukalar sonda Neç pul bo'pti aka? 9.5. Neç pul bo'pti aka? Berayotgan hisobiga ketishga qisalaydi qo'shaydi. Neç pul bo'pti aka? Hakimga ham nasib qilolmaydi. Neç pul bo'pti aka? Chunki Alloh xohlasa bo'ladi. Alloh xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Ularni so'ramayapman. 35 bo'ldi 35. Neç pul bo'pti? 24.7 Avvalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Akalar ba'zi bir sabablar shifoyi komil bersin. Mana shu 5 nafar o'zi bergan Alloh taolo bergan bebaho ne'mati farzandlari, nevaralariga o'zlari bosh bo'lsa undan qoladi. Neç pul bo'pti aka? Nomingni eshitib yetimlarga Geçmişsiz bu yaxshimi? Neç pul bo'pti aka? 3.39 işte. Boshni. Ha, olyapman darvozani. Aka neç pul bo'ldi? 3. Uchinchisi shu yerda. Yo'q, beshatta. Hop. bozorda mehmon akalarimiz bo'lsa eshitib olinglar. Neç pul bo'pti aka? 36 bo'ldi. Aka neç pul bo'ldi? Bilmadim. Neç pul bo'pti aka? Neç pul bo'pti aka? Bilmadim shuni. Yo'q. Neç pul bo'pti aka? Oybek. Mashina bormi aka? Mashina bormi? Neç pul bo'pti aka? Novasi. Novasi neç pul bo'pti? Neç pul bo'pti aka? Gapiryapman, eshitmaydi. Neç pulga oldingiz aka? Kimda? Hayotda. Ibrahimjon, mana. Neç pul bo'ldi aka? Qo'sh akalar. O'zi katta rahmat. Haydovchilik guvohnomasini topadi. Rahmat. Neç pul bo'pti aka? 16. 10 milyon 600. Ha, 10 milyon 600. 16 desangiz. 16 devorpi meni? Masa bo'lmaydi. Sizlardan iltimos. Kelinglar. Neç pul bo'pti aka? Bir opamizning sinimizda sog'ayib ketishni ayamaylar aka. 15.5. Mashinamizni shifo topadigan manzilgacha yetib olishni yo bo'lmasa shu kungacha davolanish uchun Necha bo'pti aka? yetarli javob bo'ladi azizlar. Juda ham vaqtimiz 15 yarim. sabab yo'q qoladi. Neç pul bo'pti aka? Bunaqangi
Shuning uchun aslida islomda mana shunaqangi saxovatli ko'makda bardavom bo'linglar. Alloh taolo rizqingizni ko'paytiradi, umringizni qo'shadi. Allohga oson. Azizlar. Necha pul olibdi aka? Necha pul olibdi aka? Mana shu singlimiz 5 nafar qizlari bor, o'g'illari yo'q. 5 nafar. Necha pul olibdi aka? 5 nafar qizlari bor. Necha pul olibdi aka? Agar saxiy saxovatli bir tadbirkor bo'lib qo'shlaringiz, birodar bo'lsangiz bo'lsa, mana shu korokaga o'xshagan singlimizni ma'lumotlarini rasmga oling, plastik karta raqamlari bor. Necha pul olibdi aka? Savobli sherik bo'laverasiz inshaalloh. Savobli yo'lni bo'ladi. Necha puldan bo'libdi? Mashina bormikan? Yo'q. Boş. Yonida yuring. Novasi necha pul olibdi aka? 31 million bo'ldi. Malades. Topqanga malades. Necha pul bo'libdi aka? 40 million. Berib ketishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Farzandlaringizga bosh bo'linglar. Sizlarni boshqa Necha pul bo'libdi aka? o'tganlarini Alloh rahmatiga Necha pul bo'libdi? qilgan yaxshi amallaringizni savoblarga e'tibor. Amallaringizni Alloh rozi bo'lsin. 26 million 200 bo'libdi. Mana shunday umrlaringizni Hech tomonda mashina. hozir mana shu islomchi singillarimizga yetkazib qo'yamiz. Necha pul olibdi aka? Necha pul? 2 million 350. 12 million 350. Necha pul olibdi aka? Qaytdim. Necha pul olibdi aka? 25 bo'ldi, 25. Keldim. Uzovchan necha pul olibdi aka? Necha pul deydi? 870. Necha pul olibdi aka? Nima aka? Nima qanchadan bo'ldi? Sen necha pul olibdi aka? 24 million bo'ldi. Necha pul olibdi aka? Qaysi kanal? Yangi Akram Jones. Akram Jones. Necha pul olibdi aka? 77. Hurmatli akalar, ukalar, hozir yurganingizda pullaringiz hushyor bo'linglar. Qimmatbaho buyum, Necha pul olibdi ekan? Rasmga tushishda hech qachon qarshilik qilmaydi. Rasmga tushishga qarshilik qildi, uni molini ham olmang, qo'yini ham berasiz. Mashinangizni olib keling. Aka necha pul olibdi? Diqqat bilan eshitamiz. 664 raqamli Qaysi to'xta? Mashinangizni olib keling tezroq. Shopir akalar, mashinangizni olib keling. Necha pul olibdi aka? 6300 bo'ladi. Qaysi kanal bu? Akram Jones. Necha pul olibdi aka? 29 million.
Necha yil o'tgan ekan? 14'dan qaytdi. 14'dan qaytdi.